Bu dunyoda ukaning xotiniga xavfli odam kim? Qaynopa. Uni aytganini qilmasang bolangga ona yomon deydiganlaring kim? Qaynopa. Hoy kelin, aytganimni qil. Kirlarimni yuv, olamga qara. Agar onamga, ukamga g'ing desang, ajrashtir oraman. Qaynopajonim, qo'lingiz bo'lay. Qaynopajonim, itingiz bo'lay. Opajon, erim opasi degan sal o'yingizdan ketib qolmayapsizmi? Hech bo'lmasa shu bagema qolsin uyimizda. O'zi siz bu bagemani qayerdan kelganini bilasizmi? Bu bagemani menga oyim Italiyadan olib kelib berganlar. Buni hech kimga berib qo'ymayman. Hozir Italiyadan chiqazaman men seni.